Haydovchi yo'l transport hodisasida shikastlangan transport vositasini shatakka olish uchun yuk avtomobilini ichki ishlar xodimi ixtiyoriga qanday holda berishi kerak? Ya'ni haydovchi yo'l transport hodisasida, masalan, avariyaga uchragan, shikastlangan transport vositasini shatakka olish uchun yuk avtomobilni ichki ishlar xodimi ixtiyoriga qanday holda berish kerak? Demak, variantlarni ko'rib chiqsak, faqat shu holdaki, birinchi variantda agar shatakka olish yo'l-yo'lakay yo'nalishda amalga oshirilsa, ya'ni yo'lda amalga oshirilsa, yo'l-yo'lakay, bu xato. Ikkinchi variantni ko'rib qarasak, har qanday holda fuqarolarga tegishli transport vositalaridan tashqari. Bu to'g'ri. Demak, uchinchi variantni ko'rsak, haydovchining istagi bo'yicha, ya'ni xohlasa avtomobilni berib turadi, xohlamasa yo'q. Yo'q, bu noto'g'ri. Demak, to'g'ri javob F2, ya'ni har qanday holda fuqarolarga tegishli transport vositalaridan tashqari. Demak, bu to'g'ri. To'g'ri javob F2. Yo'naltirgichlar bilan ko'rsatilgan qaysi yo'nalishlarda harakat ruxsat etilgan? Qaytaraman. Yo'naltirgichlar bilan ko'rsatilgan qaysi yo'nalishlarda harakat, ya'ni harakatlanishimiz ruxsat etilgan? Demak, rasmga e'tibor bersak, rasmda avtomobil chapga burilmoqchi. Demak, bu yerda buyuruvchi belgi o'rnatilgan, ya'ni qayrilib olishni buyurib turibdi. Demak, biz bu yerda faqat A yo'nalishi bo'yicha manevr qilishimiz, ya'ni burilishimiz mumkin. Bu yo'nalish bo'yicha burilib bilmaymiz. Demak, biz bu yerda buyuruvchi belgiga rioya qilamiz. Demak, qayrilib olamiz. Demak, variantlar bo'yicha qarab aytadigan bo'lsak, to'g'ri javob F1. Faqat A yo'nalish bo'yicha manevr qilib bilamiz. Bu noto'g'ri. Ya'ni F2 noto'g'ri, F3 ham noto'g'ri. Ikkalasini ham bajarib bilmaymiz. Faqat F1, ya'ni faqat A yo'nalish bo'yicha manevr qilib bilamiz. Bu yo'l chizig'i nimani bildiradi? Demak, yo'lga chiziladigan A chizig'i nimani bildiradi? Demak, variantlarni ko'rib aytadigan bo'lsak, faqat avtobus harakatlanish uchun mo'ljallangan bo'lakni bildiradi. To'g'ri, avtobus ham harakatlanadi, faqat avtobusni o'zi emas. Keyin ikkinchi variantni ko'rsak, faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari harakatlanish uchun mo'ljallangan bo'lakni bildiradi. Bu to'g'ri. Faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari. Demak, unga masalan yo'nalishli taksilar, avtobuslar, marshrutlar shular kiradi. Ular bu chiziqni bosishlari mumkin, lekin bulardan tashqari boshqa transport vositalari bosish taqiqlanadi. Keyingi variantni ko'rib aytadigan bo'lsak ham, avtobus va trolleybuslar harakatlanish uchun mo'ljallangan bo'lakni bildiradi. Yo'q. Bu noto'g'ri. Keyin to'rtinchi variant. Avtobus va marshrut, taksi, alohida kichik avtobuslarning harakatlanishi uchun mo'ljallangan bo'lakni. To'g'ri, avtobus, marshrut ular yurishi mumkin, lekin faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalariga, ya'ni faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari harakatlanishi uchun mo'ljallangan bo'lakni bildiradi. Demak, variantlar bo'yicha qarab aytadigan bo'lsak, to'g'ri javob F2. Ya'ni faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari harakatlanishi uchun mo'ljallangan. Chorrahani ikkinchi bo'lib kim kesib o'tadi? Demak, rasmga e'tibor bersak, chorraha 4 avtomobil bor. Masalan,
chorrahani ikkinchi bo'lib kim kesib o'tadi? Qaysi avtomobil chorrahadan ikkinchi bo'lib o'tadi? Demak, rasmga e'tibor bersak, ko'k avtomobil ham, qizil avtomobil ham asosiy yo'l belgilari o'rnatilgan joyda turibdi. Sariq avtomobil ham ikkinchi darajali yo'lda turibdi bular. Yo'l bering belgisi ostida turibdi. Keyin yashil avtomobil ham shunaqa, yo'l bering belgisi o'rnatilgan joyda turibdi. Demak, bu yerda birinchi bo'lib ko'k avtomobil harakatlanadi. Sababi asosiy yo'l belgisi o'rnatilgan ko'k avtomobilning oldida va uni tagida qo'shimcha axborot belgisi bilan yo'nalish ko'rsatilgan. Ya'ni chapga burilish, chapga ustunligini bildirib turibdi. Demak, birinchi bo'lib ko'k avtomobil chapga manevrni bajaradi. Keyin ikkinchi bo'lib qizil avtomobil bajaradi. O'zi to'g'ri, qizil avtomobil ham asosiy yo'l belgisi ostida turibdi, lekin asosiy yo'l belgisining ostida qo'shimcha axborot belgisi bilan faqat o'ngga burilsa ustunligini bildirib turibdi. Agarda qizil avtomobil chapga emas, o'ngga manevrni bajarganda, ya'ni o'ngga pоворotni yopib qo'yganda, u birinchi manevrni bajarishi mumkin edi. Lekin bu yerda u ikkinchi bo'lib manevrni bajaradi, ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Demak, variantlar bo'yicha qarab aytadigan bo'lsak, to'g'ri javob F2, ya'ni qizil avtomobil. Mototsiklning haydovchisi qanday holda chapga to'g'ri burildi? Ya'ni mototsikl haydovchisi qanday holda chapga to'g'ri burildi? Demak, rasmga e'tibor bersak, tartibga solingan chorraha, demak, tartibga soluvchi ligorovka qilib turibdi. Demak, biz bu yerda tartibga soluvchiga bo'ysunamiz. Demak, variantlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi variantda chorrahaga chiqdi deydi, mototsikl haydovchisi chorrahaga chiqdi deydi, yuk avtomobilni o'tkazib yuborib, burilishni tugalladi. Yo'q, bu noto'g'ri. O'rtada tartibga soluvchi ligorovka qilib turibdi. O'zimiz burilib keta olmaymiz. Ikkinchi variant. Chorrahaga chiqdi va tartibga soluvchining ruxsat etuvchi ishorasini kutib, burilishni tugalladi. To'g'ri, bu to'g'riroq, lekin biz chorrahaga chiqishimiz mumkin emas. Demak, uchinchi variantni ko'rsak, chorrahaga chiqmasdan to'xtab, to'g'ri bu. Tartibga soluvchini chapga burilish, ya'ni chapga burilishga ruxsat etuvchi ishorasini kutib, burilishni tugalladi, ya'ni manevrni bajardi. Bu to'g'ri. Demak, variantlar bo'yicha qarab aytadigan bo'lsak, to'g'ri javob F3, ya'ni chorrahaga chiqmasdan to'xtab, tartibga soluvchini chapga burilishga ruxsat etuvchi ishorasini kutib, burilishni tugalladi.